Assalamu alaikum. Ben bugün sizlerge ulug' manevi yetakchi, murshid, diniy olim, Uyg'ur yangi ma'rifining asos solg'uvchisi, vatanparvar, ma'rifatparvar Abduqodir Domollarni tanishtirman. Abduqodir Domollarning to'liq ismi Abduqodir bin Abduvaris Azizdir. U 1862-yili Qashqar viloyati Atush Mashhad tezisida dehqon oilsida dunyoga kelgan. Ana tildan boshqa arab, faris, urdu tillarini muvaffaqiyat biladi. Abduqodir Domollar Qashqarxonlik madrasa, Buxorodagi Abdulaziz Xon madrasasida ve Buxorodagi boshqa madrasalarda ilm tahsil qildi. Bu madrasalarda Qur'on, hadis, ilmiy tajvid, aqid qatorli qism ilmlaridan boshqa adabiyot, tarix, jo'g'rofiya, ilmiy mantiq, hisob ilmlarini o'qidi. Abduqodir Domollar ma'rif islohotini ilib berib, usuli jadid ma'rifi bilan 20 asrda Uyg'ur ma'rifida bosish xarakterlik madrasa maktablaridagi o'qitishning mazmun va usullarini o'zgartib, Uyg'ur avlodlarini tarbiyalab chiqdi va bundan boshqa cho'nglarga kitoblar yozib, ularni jaholat qanog'iliqidan ilm ma'rifat yo'riqligiga ilib chiqdi. O qizlarga ilm maktablar ochib, ularga alohida ko'ngil bo'ldi. U tavandagi so'zlari bilan Uyg'ur xalqini ilm ma'rifatga va ittifoqlikka chaqiriq qilib, ularni Sharqiy Turkiston zaminiga bosgan ishg'olchilarga qarshi muborak zaminni ozod qilishga harakatlantirdi. Insonning har va zabun bo'lmoqiga sabab nemidir? Ikki narsadir. Biri jahil va nodonlik, ikkinchisi tafriq va ixtilofdir. Izzat, obro', quvvat nima bilan bo'ladi? Ilm ma'rifat ittifoqlik bilan bo'ladi. Demak, u Uyg'ur millatining ma'naviy rahbaridir. Adabiyotning muqaddima, o'smirlik ma'rif, bolalarga nasihat va ibodat islomiya Abduqodir Domollarning hasan asarlarining bir qanchasidir. Abduqodir Domollar 1924-yili 14 avgustda Xitoy ishg'olchilarining qaraqoli bilan xoin Uyg'urmizdan orqali suiqasd qilib o'ldirildi.